Assalomu alaykum Samandar aka. Vaalaykum Bugun assalom. sizni Union bog'chamizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat, sog' bo'ling. Tadbirga kelganingiz uchun rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Nima uchun aynan Union tanlagansiz? Union Kids'ni tanlashimga sabablari juda ham ko'p. Birinchidan, Union Kids'ni chuqur o'rganganmiz. Bularning maktablari ham bor va maktabda beriladigan ta'limlardan boshlab muhabbat uyg'ongan. Bolaning kuchli tarafini aniqlay olish. Matematika faniga qo'shib moliyaviy savodxonlikka o'tishadi. Ona tili adabiyot darsiga qo'shib nutqlik bo'yicha men o'zim dars ham berdim bu yerda bir 6 oyga yaqin. Bog'chasiga keladigan bo'lsak, bog'chadan boshlab bolaning kuchli tarafini nima ekanligini yaxshi aniqlashadi. Bolaga mehr berishadi, bolani yaxshi ko'rishadi, o'zini ota-onasini yaxshi ko'rgan deb bola uydan bog'chaga, bog'chadan uyga shoshadi. Har qanday bola ham bunaqa bo'lavermaydi, lekin bog'chasini yaxshi ko'radi har doim. Bog'cha opasini ayaya u bu deb yomon deb gapirsangiz yonini oladi bog'cha opasini. Nimaga deydi? Bog'cha opam oposh deydi, bog'cha opamni yomonlama deydi. Yaxshi ko'radi deb bog'cha opasini. Shu darajada yaxshi qarashadi. Albatta, zo'r qarashadi, ovqatlantirishadi. Bolaga ovqat yeg'izish juda qiyin masala. Ovqat yemaydi-da bola o'yin bilan. Lekin bog'cha opalari tilini topib ovqatini ham yedirishadi. Massajlar, gimnastika, umuman hamma tomonlama olib qaraganda 5-6 soatda ko'nglimiz xotirjam bo'lamizda. Shunaqa darajada yaxshi joy. Farzandingizni qo'llab-quvvatlash uchun kelganingiz uchun rahmat kattakon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Seni shunaqa yoritib boruringlar, xalq bilsin, misol uchun yaxshi maskan qayerda ekanligi. Sog' bo'ling, sizga ham rahmat.